Assalomu alaykum. Xalqaro innovatsion universitetiga xush kelibsiz. Men yoshlar yetakchisi sifatida talabalar hayotini yanada faol va mazmunli tashkil etish ustida ishlayman. Oliygohimizda talabalar uchun intellektual va ma'naviy tadbirlar muntazam ravishda tashkil etiladi. Talabalar turli to'garaklar orqali o'z qiziqishlari va iqtidorlarini yanada rivojlantiradilar. Madaniy tadbirlar esa talabalarning ijodiy salohiyatini namoyon etishga xizmat qiladi. Sport musobaqalari orqali talabalar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantiriladi. Yoshlar yetakchisi sifatida talabalarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash doimo e'tiborimda. Bundan tashqari, talabalar o'rtasida huquqiy madaniyatni oshirishga qaratilgan uchrashuvlar ham o'tkaziladi. Talabalarimiz turli yo'nalishlarda yutuqlarga erishib, oliygohimiz nufuzini oshirmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Xalqaro innovatsion universiteti yoshlar uchun imkoniyatlar maskani.